Bo'ladi. Qalay? Zo'r. Yaxshimi? Qara. Biz stenkada uchyapmiz. Mana. Qara bizni qimmat. Qizlar. Qara. Oyoqni yuqilmas. Azizlar biz Hayratlanarli. Samarqanddan. Zubayr? Mana Qayerdamiz? Zubayr? Mana Zubayr. Qayerdamiz biz? Samarqandda. Imom Buxoriy majmuasidamiz. Imom Buxoriy majmuasidamiz. Bu yerda Menga yoqdilik. Ajoyib, juda ajoyib. muhtasham masjid qurilibdi. Majmua O'zi shunaqa. Mana shunaqa. chet ellik o'sha martabali mehmonlardan biri aytgandek, jannatning filiali bu. Coca-Cola, Pepsi. 5 yildan mana bu daraxtlar ko'karadi, juda ham Turli Senikini ham. xil millat vakillari bor, bu yerda sayyohlar. Mana ko'rishdim. Olib ketdi. Mana. Ajoyib. Tekshiruvda o'sha yerga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi-yu. Azizlar, Imom Buxoriy muzeyiga kirdik. Mana shu bolacha ham biz bilan. Mening ismim Elgiz. Mening ismim Elgiz. Muzeyimizda ishlayapmizda esa umumiy 9 ta bo'limdan tashkil muzeyda rasm va video ko'rishlaringiz mumkin. Telefonlaringizda spichkasi yonmasin, ekranlarga zarar yetkazadi. Farzandlaringizga e'tiborli bo'lasizlar. Guruh holida harakat Yoqdimi? Bu bo'lim muzeyimizning birinchi bo'limi islom tarixi bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotlariga bag'ishlanadi. Hozir tarafimizdagi devorga e'tibor qaratamiz. Insoniyat tarixida 124 mingdan ortiq payg'ambarlar yashab o'tgan. Lekin devorda faqatgina ismlari Qur'oni Karimda zikr etilgan 25 ta payg'ambarimiz bilan ular haqidagi ma'lumot ko'rsatiladi. Ya'ni insoniyat yaralishi bo'lmish Odam alayhissalomdan boshlanib, so'nggi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan 25 ta payg'ambarlar ko'rsatilgan. Orqa tarafimizdagi devorga ham e'tibor qaratamiz. Devorda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismlari bilan ularning sifatlari tasvirlangan. Umumiy hisobda o'sha yerda 99 ta ism va sifatlari tasvirlangan. Muhammad ismlarining ma'nosi esa doimiy va to'xtovsiz maqtaladigan degan ma'noni bildiradi. Endi esa yashil daraxtimiz shajara daraxti deb nomlanadi va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shajaralarini ko'rsatgan. Yonidagi ekranlardan foydalanishlaringiz mumkin. Ekranda payg'ambarimizning avlodlari bilan ajdodlarining ismlari ko'rsatilgan. Ya'ni markazda payg'ambarimizning ismlari, onalari Omina, dadalari Abdulloh, bobolari Abdulmutallib. Ana shu tarzda pastki qismida 21 ta bobolar ko'rsatilgan. Sulolalarning boshlanishi esa Ismoil alayhissalomga bag'ishlanadi. Ekran yuqorisida esa ayollar ko'rsatilgan. 12 ta ayollari keltiriladi. Farzandlari Xadija onamizdan davom etganligi bilan nabiralari Fotima onamizdan davom etganligi ko'rsatilgan. Daraxtimiz yashil rangdaligini sababi esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sevimli ranglari yashil bo'lganligi uchun daraxtimiz yashil rangda tasvirlangan. Endi esa oldimizdagi ekranga e'tibor qaratamiz. Xonamiz hujrai saodat deb nomlanadi.
payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yashagan xonalari tasvirlangan. Yotgan yotoqlari xurmo daraxtidan ishlangan. Bu Madina shahrida Oysha onamiz bilan birga yashagan xonalari va ana shu xonalarning ichiga dafn etilganlar, yonlariga esa xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan xalifa Umar radhiyallohu anhu dafn etilgan. Ekranda xonalarini 4 tomonini ko'rsak bo'ladi. Hozir bora? Madina shahri. Madina shahri. Endi esa orqa tarafimizdagi devorga ham e'tibor qaratamiz. Devorning yuqori qismida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muhrlari tasvirlangan. Xotabul Nabiy deya nomlanadi. Muhrlari ichiga esa arab tilida Allohning rasuli deb yozilgan. Muhrlari uzuklarida bo'ladi. Hujjatlarga o'sha uzuklari yordamida o'z muhrlarini qo'ygan. Ichkarisidagi kichik ekranda esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyoga kelganlarida sodir bo'lgan mo'jizaviy holatlar ko'rsatiladi. Majusiy olovining so'nishi, osmondan yorug'lik tarqalishi va turli xildagi but sanamlarni sinib ketish jarayonlari ko'rsatilgan. Ana shu voqealarning barchasi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyoga kelganlarida o'z-o'zidan sodir bo'lgan deb tasvirlanadi. Yonidagi katta ekranda esa dastlab Nuh to'foni ko'rsatilgan. Nuh to'fonidan so'ng Ka'batulloh Ibrohim alayhissalom bilan o'g'li Ismoil alayhissalom tomonidan hozirgi ko'rinishda barpo etilganligi va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yashagan davrlaridagi Makka shahrining hayoti ko'rsatiladi. O'sha davrdagi Ka'batulloh bilan uni yonida joylashgan 360 dan ziyod but sanamlarni sinib ketishi tasvirlangan. Va ekranda bizga Hiro g'ori ham ko'rsatiladi. Hiro g'ori Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ilk vahiy kelgan g'or hisoblanadi. 40 yoshliklarda vahiy kelgan. Ana o'sha Nuh tog'ida joylashgan Hiro g'orining oldi tarafimizga maket qo'yilgan. G'orning ichiga kirganimizda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ilk nozil bo'lgan oyat Alaq surasining Iqro oyati bizga eshitiladi. Ichkariga kirishimiz mumkin. Oyatni eshitib, keyin o'sha tarafdagi yo'lagidan chiqamiz. Yeah, that. Zo'ra. Umid opangga salom berdingmi? Elgiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salom berdingmi? jarayonlari ko'rsatiladi. Qur'oni Karim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga 23 yil davomida nozil bo'lgan. 13 yili Makka shahrida, 10 yil esa Madina shahrida. Birinchi ekranda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi turli xildagi yassi toshlar, xurmo barglari bilan hayvon terilariga yozilgan jarayon ko'rsatiladi. O'rtadagi ikkinchi ekranda esa xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrlaridan Qur'oni Karim kitob holiga keltirish boshlangani, ya'ni qog'ozlarga yozilgan jarayonlari va so'nggi uchinchi ekranda esa xalifa Usmon radhiyallohu anhuning davrlarida Qur'oni Karim 6 ta kitobga, mushafga keltirilib, turli o'lkalarga yuborilganligi tasvirlangan. O'sha kitoblardan bittasi esa hozirgi kunda Toshkentda Islom sivilizatsiya markazida saqlanayotgan Usmon mushafi hisoblanadi. Endi esa muzeyimizning ikkinchi bo'limiga o'tamiz, hadis ilmiga bag'ishlanadi. Hadislar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari va ularning bajargan amallari hisoblanadi.
Dastlab yuqoridagi xaritaga e'tibor qaratamiz. Xaritada islom dinining tarqalishi ko'rsatiladi. Yashil bo'lib boshlagan hududlarga islom dini kirib borgan deya tasvirlangan. Xarita 622-yildan hijrat qilingan yildan boshlab 1922-yilgacha Usmoniylar imperiyasi qulagungacha bo'lgan davrni ko'rsatadi. Pastdagi katta ekranimizda esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalarning ismlari keltirilgan. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba Abu Hurayra roziyallohu anhu bo'ladilar. Umumiy hisobda 5374 ta hadisni rivoyat qilganlar ismlari Abdushams bo'ladi. 30 yoshliklarida islom dinini qabul qilganlaridan so'ng esa Abdurahmon, Abu Hurayra degani esa mushuklarni otasi degani. Mushuklarni juda ham yaxshi ko'rganliklari sababli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra deya ataganlar. Va ushbu 7 ta sahoba orasida bitta ayol kishi tasvirlanadi. Oyisha onamiz eng ko'p hadis rivoyat qilgan ayol kishi hisoblanadilar va Qur'oni Karimni ilk yod olib tugatgan ayollardan biri ham Oyisha onamiz bo'ladilar. Oyisha onamiz 678-yilda Ramazon oyida vafot etadilar. Janozasini esa Abu Hurayra roziyallohu anhu o'qiganlar. Endi esa davom etamiz. Orqa tarafdagi shisha ichiga e'tibor qaratamiz. Shisha ichiga 15 ta eng mashhur muhaddislarning ismlari qo'yilgan. Muhaddislar hadis yozib, hadis to'playdigan insonlar hisoblanadi va 15 ta insonning barchalari Imom Buxoriy tavallud topgunlarigacha yashab o'tgan hadisshunoslar hisoblanadi. Va hurmatli mehmonlar, ana shu bo'limda yuqoriga ham e'tibor qaratamiz. Hadis ilmiga bag'ishlangan bo'lim, bu yerdan hadislar yozilib boshlangan. Keyingi bo'limlarda esa Imom Buxoriy tomonidan saralanib, kitoblar holiga keltirilgan deya ko'rsatiladi. Kitoblar esa butun bir kutubxonani hosil etishini kelasi bo'limlarda ko'ramiz. Endi esa muzeyimizning so'nggi qismiga, ya'ni ikkinchi bo'limning so'nggi qismiga devordagi kitoblarga e'tibor qaratamiz. Ushbu kitoblar islom olamidagi eng mashhur va ishonchli deb topilgan 9 ta hadis kitob. Markaziy qismdagi kitob esa ana shu hadis kitoblarining eng birinchisi va eng mashhuri Imom Buxoriyning Al-Jami as-Sahih asari hisoblanadi. Lekin asar asl nusxasi emas, chunki Imom Buxoriyning o'z qo'llari bilan yozgan asarlari bizgacha yetib kelmagan. Shogirdlari orqali ko'chirilish holatida keladi. Al-Jami as-Sahih asarining eng so'nggi ko'chirilgan nusxasi 12-asrda ko'chirilgan 1155-yilda. U hozirgi kunda Turkiyada Sulaymoniya kutubxonasida saqlanadi. Endi esa 3-bo'limga o'tamiz. Imom Buxoriyning bolaligiga bag'ishlanadi. Oldimizdagi katta ekranda Imom Buxoriyning bolalik yillari ko'rsatiladi, ya'ni qanchalik ilmga chanqoq bo'lganliklari, dars jarayonlari va onalari tomonidan berilgan tarbiyalari. Orqasidagi xona esa Imom Buxoriyning yashagan xonalari sifatida tasvirlangan. Yon tarafidagi manekenlarga ham e'tibor qaratamiz. Manekenlarda Buxorodagi madrasalardan birida Imom Buxoriyning ta'lim olayotgan jarayon ko'rsatilgan. Tik turgan bola Imom Buxoriy sifatida tasvirlanadi. 10 yoshli bolakay chog'laridagi ustozi Dohiliydan hadis ilmini o'rganayotgan vaqtlari ko'rsatilgan. Yuqorisidagi ekranda ham ana shu hadis ilmiga bag'ishlangan darslardan biri tasvirlangan. Imom Buxoriy 10 yoshli bo'lganlarida ustozi Dohiliy hadis rivoyat qilganida ustozining kichik bir xatolarni sezadilar va aytadilar. Ustoz esa kitobni olib tekshirib ko'rganlarida hadisni o'sha qismini noto'g'ri aytganini bilib, Imom Buxoriyning qalami bilan tuzatgan jarayonlar tasvirlanadi. Chunki Imom Buxoriy 10 yoshliklarida 70 mingdan ortiq hadisni yod olgan bo'ladilar. Xotiralari juda ham kuchli va zehnlari o'tkir bo'lganligi ana shu ekranimizda ko'rsatilgan. Yon tarafimizdagi xaritada esa Imom Buxoriyning ustozlari ko'rsatilgan. Hayotlarini ilm izlashga bag'ishlaganliklari uchun 28 ta shaharda bo'ladilar va umumiy hisobda 1080 ta ustozdan ta'lim oladilar. Xaritada esa ustozlarining bir qismi shaharlarga ko'ra tasvirlab o'tilgan. Endi esa ortimizdagi xaritaga e'tibor qaratamiz. Muzeyimizning 4-bo'limi va Imom Buxoriyning ilmiy safarlariga bag'ishlanadi. Bu yerda Buxoroda tavallud topganlaridan Samarqandda vafot etgunlarigacha bo'lgan safarlari yillar yordamida ko'rsatilgan. Asl ismlari Muhammad ibn Ismoil bo'ladilar. Otalarining ismi Ismoil va 810-yilning 20-iyulida Buxoro shahrida tavallud topadilar.
816-yil keltirilgan 3-4 yoshli bolakay chog'larida ko'z nurlari yo'qoladi va onalarining duolari sababli 816-yildan yana ko'z nurlari qaytgandek ko'rsatilgan. 820-yildan esa 10 yoshlaridan hadis ilmini o'rganishni boshlaydilar va 10 yoshlarida 70 mingdan ortiq hadisni yoddan bilganliklari ko'rsatiladi. Keyingi yillarda esa qaysi shaharlarga borganliklari 825-yilda 16 yoshliklarida akasi Ahmad onasi bilan birgalikda Makka safariga chiqishadi. Safardan so'ng esa akasi bilan onasi Buxoroga qaytadi. Imom Buxoriy esa ortga qaytmasdan ilmiy safarlarini davom ettirib, hayotini so'nggi yillaridagina ona shaharlariga qaytadilar. Hayotlari davomida esa 28 ta shaharda bo'lib, shaharlarini bir martalik masofasi 14 ming kilometrni tashkil etadi. Umrlarini ilm izlashga va ilm o'rganishga bag'ishlagan inson hisoblanadilar. Oila qurmaganlar, farzandlari bo'lmagan. O'rtadagi xaritada esa ana shu bir martalik ilmiy safarlarning yo'nalishi ko'rsatiladi. Buxorodan yuqori qismdan boshlanadi. 28 ta shahar va 14 ming kilometrni asosan tuyalar yordamida bosib o'tganligi xaritada ko'rsatilgan. Damashq, Fustot, Qohira, Asqalon, Basra, Kufa, Makka, Jidda. Buxoroxoni bilan kelishmovchilik bo'lib, Buxoroni tark etadilar. Samarqand shahriga yaqin hududda esa shu yerda uzoq bir qarindoshlari bo'ladi. Shu yerga kelib yashab 870-yilda 60 yoshlarida Ramazon oyining so'nggi kunida o'sha paytda Xartang qishlog'i deb nomlangan shu manzilda vafot etadilar va dafn etiladilar. Hijriy yilda hisoblaganimizda esa 62 yoshlarida vafot etganlar, ya'ni hijriy 194 hamda 256-yillar oralig'ida yashagan. Yon tarafimizdagi devorda esa Imom Buxoriyning 5 ta eng mashhur izdoshlarini, shogirdlarining ismlari qo'yilgan. Imom Buxoriy hayotlari davomida o'zlari yozgan 24 ta asarlari bizgacha kelmagan, lekin 12 ta asari ana shu shogirdlari tomonidan ko'chirilish holatida yetib kelgan. Shisha ichidagi maket esa Buxoro shahridagi Masjidi Kalon majmuasining maketi. Imom Buxoriy ona shaharlariga qaytganlarida tinglovchilariga hadis ilmidan dars beradilar. Ma'ruzalarini eshitish maqsadida esa 20 minglab aholi aynan Masjidi Kalon majmuasiga to'planishadi. Endi esa 5-bo'limga o'tamiz. Imom Buxoriyning fazilatlariga bag'ishlanadi. Oldinroqqa harakatlanaylik, orqadagilar ham kelsin. Manekenlarda oldinda qizil tunda turgan inson Imom Buxoriy sifatida tasvirlangan 23 yoshliklaridagi ko'rinish sifatida va hayotlaridagi muhim voqealardan biri 833-yili Bag'dodda o'tkazilgan imtihonlar ko'rsatiladi. Bag'dodda safarda bo'lganliklarida ko'plab insonlar ilmlariga shubha qilishadi. Ilmlarni sinab ko'rish maqsadida esa Bag'dodni 10 ta eng mashhur diniy ulamolari yig'ilib, har biri 10 tadan 100 ta hadisni atayin o'rinlarini alishtirib aytishadi. Ya'ni hadislarni rivoyat qilgan roviylarning ismlari bilan hadis matnlarini alishtirishadi. Imom Buxoriy esa dastlab 10 ta muhaddisning so'zlarini bo'lmasdan eshitadilar. Keyin esa 100 ta hadisni birin-ketin to'g'ri variantini ayta boshlaydilar. O'sha voqeadan keyin esa nafaqat 10 ta diniy ulamo, balki imtihonlarga to'plangan 8 mingdan ortiq aholi ham Imom Buxoriyning ilmlariga loyiq qolishadi va muhaddislarning ustozi, hadisshunos olimlarni ustozi deya ta'riflashadi. Ana o'sha Bag'dodda o'tkazilgan imtihonlar esa bu yerda manekenlar yordamida tasvirlangan. Oldimizdagi katta ekranga ham e'tibor qaratamiz. Ekranda Imom Buxoriyning bolalik yillari, ya'ni ta'lim olish jarayonlari bilan ko'z nurlari yo'qolgan yillar ko'rsatilgan. Otalarining ismi Ismoil bo'ladi, otalari ham hadisshunos olim bo'lganlar. Ammo Imom Buxoriy bolalik chog'larida otalari vafot etganligi sababli ta'lim olishlari bilan, tarbiyalari bilan asosan onalari shug'ullanadi. Va ko'z nurlari yo'qolgan yillarida onalari tunu kun Allohga duo qiladilar, farzandining ko'z nurini qaytarilishini so'rab. Kunlarning birida esa onalarining tushiga Ibrohim alayhisalom kiradilar va Alloh taolo sening duolaringni qabul qildi, farzandingning ko'z nuri qaytarildi deya xushxabar aytadilar. Onalari uyg'onib qaraganlarida esa Imom Buxoriyning ko'z nurlari qaytgan bo'ladi. Yillar davomidagi qilgan duolari ijobat bo'ladi. Lekin onalarining ismi bizgacha yetib kelmagan, noma'lum. Tarixda esa duolari ijobat bo'lgan ona deya nom qoldirganlar. Imom Buxoriyning o'ziga esa Allohning mo'jizasi deb ta'rif beriladi. 7 yoshga yetganlarida Qur'oni Karimni yod olgan bo'ladilar.
10 yoshlarida esa 70 mingdan ortiq hadisni 3-4 yoshli bolakay chog'larida ko'z nurlari yo'qolsalar ham olimlarining yordami bilan faqatgina eshitish orqali Qur'oni Karimni yod olganlar. Shuning uchun Allohning mo'jizasi deya ta'rif berilgan. Endi esa bo'limni yuqorisiga e'tibor qaratamiz. Avvalgi bo'limlardagi hadislar bu yerga kelganda to'planib kitob holiga keltirilgan. Kitoblar esa oldimizdagi ekranda kutubxona hosil qiladi. Imom Buxoriy hayotlari davomida 600 mingdan ortiq hadis yozib to'plaganlar va 300 mingdan ortig'ini o'zlari yod olganlar. Jamiki egallagan bilimlarini bitta joyga to'plaganimizda ana shunday kutubxona hosil bo'ladi deya ekranimizda tasvirlangan. Yon tarafidagi devorda esa hayotlari davomidagi yozgan 24 asarlarining nomi ko'rsatilgan. 12 asar yetib keladi va yetib kelgan asarlar ichidagi eng mashhuri Al-Jomi as-Sahih asari hisoblanadi. Yosh bolalar oldinga kesamiz. 6-bo'limda 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun uchar gilam qo'yilgan. Bolalar gilamga o'tirib Imom Buxoriy borgan shaharlarga borishadi. Bolalar o'tkazaylik. Bolalar, Bolalar o'tkazaylik. bolalar. 7 yoshdan 12 yoshgacha. Kelinglar, kelinglar. Yana borma bolalar. Bor. Keling. Kel. Bolalar o'tkazing, bolalar. Keling. Borma bolalar. Ke, bor, ikkita bor. Bolaga kel, tezki. O'tinglar. Uchar gilamda o'chasizlar. Uchar gilamga o'chasizlar. Videoga olib tursak bo'ladi? Az kirasizlar, aka joylashasiz. Hozir bolalar o'tirib olsa hamma kiradi orqaga. Olasiz, az. Bular o'tiribsiz. Ayol kishilar o'tkazaveringiz, ayol kishilar o'tib ketsa, endi hurmat qilaylik ayol kishilar. Ayol kishilar, marhamat. Hurmat qilaylik. Faqat to'g'riga qarab turamiz. Tamam, shu kerak, vallahi hozir. Ha. Shukr degan. esga tushib ketgan. Shukr degan. Bizlar bolalar Uchargilam, Jibar ko'rdingmi? O. Qara. Voy. Oldinga qara. Buxoro. Bizlar ko'prikda uchardik. Mana Buxoro arki. Qachon Buxoroda? Balx. Afg'oniston. Shu Imom Buxoriy borgan shaharlarda. Wow. Hozir aka birga o'tganmiz, Tojikistonga qoladi mana. Ana Marv, Eron. Marv. Zo'r qilganmiz. Erk qala. O'qinglarchi? Tus. Nishapur. Niso. Ray. Nishapur. Ray. Basra. Vosit. Basra. Aha. Ana. Tridida. Ana Madina. Qayerda ekan? Qayerda ekan? Madina. Quba masjid. Quba masjidi. Sharoit juda yomon bo'lgan sharoitlar Ahmad. Lekin ilm yo'lida qanday mashaqqat chekkan Ahmad. Qayer ekan? Aha. Yana qayer ekan? Kaaba. Ana. Ha, yetib keldik manzilga. Yoqdimi? Barakalla. Kabaga borib keling. Beramiz. Ana Kabaga borib keling. Oldimizdagi xaritada davlatlar
belgilab ko'rsatilgan. Hozirgi kunda Al-Jami as-Sahih asarini nusxalari Marhamat, yetishamiz. yonidagi shisha ichidagi kitoblarda Al-Jami as-Sahih asarini turli davrlardagi yozilgan Uyda nusxalar hisoblanadi. mana shu ichida suv bor. O'rtadagi 5 ta ustunlarga ham Al-Jami as-Sahih asaridagi hadislar qo'yilgan nusxalar olingan. Asllari esa hozirgi kunda Turkiya, Misr, Eron va Germaniya singari davlatlarning kutubxonalarida saqlanadi. Endi esa ana shu bo'limimizni markaziga e'tibor qaratamiz. Suv. Umida. Kitobimiz Al-Jami as-Sahih asarini elektron shakli Imom Buxoriy hayotlari davomidagi to'plagan 600 mingdan ortiq hadislari ichidan 7275 tasini saralab olib 16 yil davomida asarni yaratadilar va asarga har bitta hadisni qo'shishdan avval esa 2 rakatdan namoz o'qib keyin qo'shadilar. Islom olamida Al-Jami as-Sahih asari Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan eng ishonchli manba va eng muqaddas kitob hisoblanadi. Kitob esa elektron shakli. Yonidagi qog'oziga ham e'tibor qaratamiz. Samarqandning mashhur qog'ozi tut daraxtidan ishlanadi. Qog'ozga Al-Jami as-Sahih asaridagi birinchi hadis, albatta amallar niyatlarga bog'liqdir degan hadisi yuqori qismda 25 ta tilda tarjima qilib ilingan. Tushasan. Devordagi ekranlarda esa Al-Jami as-Sahih asaridagi tanlangan hadislar qo'yilgan. Bir vaqtni o'zida hadislarni ekrandan o'qib, yuqorisidagi aylana moslamalar orqali ovozini eshitsak ham bo'ladi. Lentadan o'tish mumkin emas ekan. Endi esa davomidagi bo'limga o'tamiz. 1200 ta saralangan hadis ko'rsatiladi. Bo'limimizning ikkala tarafida umumiy hisobda 600 ta kaseta bor va har bitta kasetada hadisni hajmiga qarab bittadan 4 tagacha hadis joylashgan. Shuning uchun Al-Jami as-Sahih asaridagi saralangan 1200 ta hadis bor. Kasetalarni ko'targanda ekranga hadislari chiqadi. Abu Said Xudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'llarda o'tirishdan saqlaninglar dedilar. Ey Allohning rasuli, boshqa ilojimiz yo'q, chunki shu yerda gaplashib o'tiramiz deyshti. U zot yo'l chetida o'tirishdan boshqaga ko'nmaydigan bo'lsangiz, u holda yo'lning haqqini beringlar dedilar. Yo'lning haqqi nima ey Allohning rasuli deyshti. U zot ko'zni tiyish, aziyat bermaslik, salomga alik olish, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish dedilar. Ana. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dedi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: qorong'u tushganda yoki kech kirganda bolalaringizni yig'ishtirib olinglar, chunki shaytonlar o'sha paytda tarqaladi. Kechadan bir muddat o'tgach ularni qo'yib yuboringlar. Eshiklarni qulflang va Allohning ismini zikr qiling, chunki shayton berkitilgan eshikni ocha olmaydi. Endi esa muzeyimizning keyingi 9-bo'limiga o'tamiz. Yangi O'zbekistondagi islohotlarga bag'ishlanadi bo'lim. Oldimizdagi katta ekranda yangilangan Imom Buxoriy majmuasining qurilish jarayonlari ko'rsatilgan. Umumiy majmuaning qurilishi 2020-yilda boshlangan. Muzey qurilishi esa 2022-yilda boshlanib, 2026-yilda mart oyida to'liq foydalanishga topshirildi. Orqa tarafimizdagi shisha ichiga ham e'tibor qaratamiz. U yerga 1992-yilda Saudiya podshosi tomonidan O'zbekistonga sovg'a qilingan Ka'ba fosh qo'yilgan. Kisra deb nomlanadi. Devordagi asl nusxasi Oliy Imron surasining 97-oyati yozilgan. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tashrifidagi sovg'a hisoblanadi. Rahmat. Oldi tarafimizdagi maketlarda esa uchala davrdagi umumiy majmuaning ko'rinishi qo'yilgan. Shisha ichidagisi mustaqilligimizdan avvalgi 1970-yillardagi ko'rinishi.
O'rtada esa hozirgi yangilangan majmua maketi va keyingi tarafdagi shisha ichiga esa mustaqilligimizdan keyingi 1998-yildagi ko'rinish qo'yilgan. Yangilangan majmuaga e'tibor qaratib o'tamiz. Umumiy maydoni 63 gektarni tashkil etadi. Yonidagi 4 ta minoralarning balandligi esa 75 metrdan, 14 ta gumbazi bor. Eng katta gumbaz bu masjidniki, balandligi 38 metr. Masjidga esa bir vaqtni o'zida 10 mingdan ortiq namozxon sig'adi. 10 ming. Endi esa oldin tarafga qarab o'tamiz. Ordenlarga e'tibor qaratamiz. Mana. O'zini ko'rinishi ham mana. 2022-yilda Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan ikkala darajada orden ta'sis etilgan. Imom Buxoriy ordeni bilan oliy darajadagi Imom Buxoriy ordeni. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarigacha bo'lgan 4 nafar inson, Turkiya prezidenti, Saudiya Arabistoni podshosi hamda mustaqillik yillaridagi muftiyimiz oliy darajadagi Imom Buxoriy ordenini olgan shaxslar. Umumiy 5 nafar inson olgan. 5-inson hozirgi muftiyimiz Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari hisoblanadi. Yon tarafdagi 3 nafar inson bilan ekrandagi insonlar esa Imom Buxoriy ordenini olgan insonlar. Islom diniga qo'shgan hissalariga qarab ordenlarni prezidentimizning shaxsan o'zlari topshiradi. Oldimizdagi shishaning ichida esa turli davlatlardan sovg'a qilingan Qur'oni Karim kitoblari saqlanadi. Bu kitoblar Rossiya, Malayziya, Turkiya, Pokiston, Eron va Saudiya Arabistoni singari davlatlardan sovg'alar hisoblanadi. Turkiyadan. Endi esa orqa tarafimizdagi shisha ichiga e'tibor qaratamiz. Shishaning ichiga ikkala darajadagi ordenlarning asl nusxalari qo'yilgan. Sof oltindan ishlangan ordenlar muzeyimizga namuna sifatida taqdim etilgan. Kattasini og'irligi 850 gram, kichkinasi esa 55 gram oltinni tashkil etadi. Prezidentimiz tomonidan muzeyga tashrif buyuruvchilar uchun namuna sifatida joylashtirilgan. Ana shu qism muzeyimizning so'nggi qismi edi. Sog' bo'linglar, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Chiqishda to'g'ridagi eshikdan chiqasizlar. Sizga ham rahmat, rozi bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mana muzeyga kirish ham ajoyib, chiqib ketish ham ajoyib ekan. Azizlar, biz bugun Imom Buxoriy majmuasiga keldik. Ya'ni bu yerda 2000-yil qurilishi boshlangan, 2020-yil qurilishi boshlangan Imom Buxoriy masjidi hamda Imom Buxoriy maqbarasi, pastda boya ko'rdik Imom Buxoriy qabrini sag'anasi, ya'ni pastdagi sag'anasi ham ziyorat uchun Qur'on o'qiladigan joy qilinibdi va muzey bor. 2022-yildan qurilishi boshlangan muzey. Bu yil bilasiz, o'sha ochildi bu majmua. 4 ta minora ham qurilgan bu yerda. 75 metr ekan ushbu minoralarning balandligi. Xullas, yozuvchilar uyushmasi jamoasi bilan bu yerda ziyorat qildik. Bu yerni ziyorat qildik. Ilgiz? Imom Buxoriyda aylandik. Yoqdimi senga? Boya. Azizlar, boya video olganimiz chiqdiga. Like yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Qara, men sendan nimani so'rayapman? Ziyorat yoqdimi senga? Ha, yoqdi. Nimasi yoqdi? Bizimiz qo'llarimizni yuvdik. Ishga boramizni yuvdik. Tahorat oldik. Quloqimizni yuvdik. Bizimizni yuvdik. Muzeyda nima qildilaring? Muzeyda aylandik. Keyin nima? Muzeyda uchar gilamda? Uchdik. Imom Buxoriy borgan shaharlarni ko'rdikmi? Uchar gilamda. Muhammad Zubayr, senga ham yoqdimi? Nimasi yoqdi? Hammasi yoqdi. Agar o'qimasa yutqazadimi? O'qimasa yutqazib qo'yadi. O'qish kerak. Ahmad, yoqdimi sizga? Juda go'zal, hozir aka. Go'zal ekan. Shu shiyorga monand Avtobusmi? ish bo'lgan. Bu nima bu? Ayniqsa Buxoriy hazratlarini
va anavlarni Avtobus. lotin alifbosida yozib bilib qo'ygan ham juda ham bir ma'qul ish bo'libdi. Juda ham ta'sirlandim o'qib. Umuman olganda juda go'zal ish bo'lib, juda katta ish bo'lgan. Xayrli bo'lsin, yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Rahmat. Jumladan Rahmat. Prezidentimizga ham katta rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat. Xo'p, rahmat. Mana izlar. Hozir Ha. prezident Zillar Jo'shqo'rdan ekan.